Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli xonanda Nasiba Abdullayeva haqida bugun afsuski qayg'uli xabarlar e'lon qilindi. Marhumning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekiston va Turkmanistonning eng sevimli xonandalaridan biri bo'lmish taniqli xonanda Nasiba Abdullayeva najot izlab turmushga chiqqan, ajrashgan va yolg'izlikka intilgan Nasiba Abdullayeva 64 yoshda. San'atkor bo'lishni faqat otasi qo'llab-quvvatlagan, bolaligidan musiqaga qiziqqan va hali 20 yoshga to'lmay turib bir qancha davlatlarda tanilib ulgurgan Nasiba Abdullayeva 15 noyabr kuni 64 yoshni qarshiladi. Xonandaning otasi Meklik Yormuhammedovning kelib chiqishi Eroniy xalqlarga, onasi Xolchuchuk Xalimqulova tojik millatiga mansub ayol bo'lgan. Ular 7 farzandni dunyoga keltirib, tarbiyalashgan. O'zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti Nasiba Abdullayevaning tavallud kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Millatingiz nima? Ozarbayjonlikmisiz degan savolni ko'p berishadi. Aslida insonning hayotida millat u qadar muhim ahamiyatga ega emas, chunki inson qayerda tug'ilgan va tarbiyalangan bo'lsa, baribir o'sha yerga moslashib ketadi. Hatto slavyan bo'la turib ham O'zbekistonda tug'ilgan bolalar o'zbek bo'lib ulg'ayganiga guvoh bo'lganman. 10-sinfni yakunlab pasport olishga borganimda millati degan joyga o'zbek deb yozishgan. Oilada 7 farzandning kenjasi bo'lganim uchun ham erkatoy edim. Onamning muhabbatini his qilib tursamda, atrofdagi tashvishlarning ko'prog'i otamning zimmasida ekanini ko'rib ulg'aydim. Men ko'ngildagi hamma orzu-niyatlarimni ochiq ayta olar, ular esa amalga oshirishga hamisha tayyor turishardi. Orzularim boshqa qizlarnikiga o'xshab, falon ko'ylakni yoki o'yinchoqni olib bering emas, balki musiqa to'garagiga borgim kelyapti, akordeon olib bering deganga o'xshash narsalar edi. Xarakterim esa o'g'il bolalarga xos edi. Xonanda tabiatdan qizlar bilan unchalik til topishmaganini va qiziqishlari ham o'g'il bolalarga xos bo'lgani haqida so'zlab bergan. Do'stlarimning ko'pchiligi o'g'il bolalar bo'lgan. Ular bilan birga yugurish, velosiped uchishni yaxshi ko'rardim. Hatto gapimiz bir-birimizga mos kelmasa, mushtlashib ham ketardik. Shunday bo'lsa-da, maktabdagi eng a'lochi o'quvchilardan biri edim. 10-sinfga qadar faqat a'lo baholarga o'qiganman deydi xonanda. Otamdan boshqa hamma xonanda bo'lishimga qarshi bo'lgan. Nasibaning san'atga qiziqishi va kuylash qobiliyatini ko'rgan dadasi uni qo'llab-quvvatlab musiqa to'garagiga olib boradi. San'atkor bo'lishim kerakligini bilgan va unga ishongan faqat otam bo'lgan. Akalarim san'atkor bo'lishimga biroz qarshilik qilishgan, faqatgina dadam men tomon edi. Shunday vaziyat ham bo'lganki, dadam rahmatli, qizning otasi menman, tirik ekanman, uning tarbiyasi ham, yurish-turishi ham hammasi mening bo'ynimda. Shuning uchun gapirmanglar, unga o'zim oq fotiha beraman, san'at yo'lidan ketadi degan. Musiqaga faqat qiziqish va qo'shiqlarni o'zingcha o'rganib ijro etishni o'zi yetarli emasligini ham dadam yaxshi tushungani bois doim qo'llab-quvvatlagan. Meni Samarqand ofitserlar uyi qoshida joylashgan harbiylarning farzandlari uchun mo'ljallangan musiqa studiyasiga o'qishga joylashtirgan. Ro'zg'or yuki dadamning bo'ynida bo'lgani uchun sahardan to qosh qoraygungacha ishlashga majbur edi. Ammo hamisha men uchun vaqt topardi. Yoz jaziramasida ham, qish qahratonida ham studiyaga olib borib kelishga vaqt topardi deydi xonanda. U paytlarda oliy o'quv yurtlari juda kam edi. Imtiyozli attestatni qo'lga kiritgan Nasiba Abdullayevaga Samarqanddagi arxitektura institutiga hujjat topshirishni maslahat berishadi, chunki u institut uning uyiga ancha yaqin edi. Institut xodimlari
uyingiz oliy o'quv yurtiga yaqin ekan, sizni kechki bo'limga o'qishga qabul qilamiz deganda, maktabda 10 yil davomida faqat a'lo baholarga o'qiganman, nima uchun institutda kechki bo'limda o'qishim kerak deb hujjatlarimni qaytarib olganman. Musiqiy studiyaning diplomi bilan maktabga ishga joylashganman, deydi Nasiba Abdullayeva. Rahmatli Botir Zokirov meni hali ham mashhur san'atkor bo'ladi degan. Nasiba Abdullayevaning ovozdagi nazokatni payqash unchalik qiyin emasdi. Marhum Botir Zokirov 18 yoshli Nasibaning qobiliyatini yuksak baholaydi va kun kelib u mashhur san'atkor bo'lishi haqida aytadi. 1980-yil O'zbekistonda Ozarbayjon madaniyati va san'ati kunlari o'tkazildi. O'sha paytda 18 yoshda edim. Samarqand filarmoniyasida ishlardim. Meni Ozarbayjondan kelgan orkestr bilan qo'shiq ijro etish uchun Toshkentga taklif etishdi. Konsert dasturiga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtimizda eshikni qiya ochgan holatda kimdir meni eshitayotganini sezdim. Darrov o'sha tomonga ko'z yugurtirib, eshik oldida turgan odamni tanigach, oyog'imning uchigacha muzlab ketganman. Rosti, sababi buyuk san'atkor marhum Botir Zokirov eshikni ochib, meni tinglab kuzatayotgan ekan. Repetitsiya tugagandan so'ng biz foyada ko'rishib qoldik. O'shanda ular tog' bulog'idek toza ovozing bor ekan, ovozingni asragin. Eng muhimi, yoshgina qizcha ekansan. Hozirgi mas'uliyatingning kamtarligingni va san'atga muhabbatingni asragin degan edi. Botir akamning bu so'zlari har doim quloqlarim ostida jaranglaydi. Keyinchalik Botir aka ukasi Farruh Zokirovga agar hech kim xalaqit bermasa, o'z ustida ishlashni tashlab qo'ymasa, bu qiz ancha san'at olamida uzoqqa boradi. O'sha kunlarni men ko'rarmikanman degan ekan Nasiba Abdullayevaga. 18 yoshda turmushga chiqqanimning sababi bor edi. Nasiba Abdullayeva karyerasida juda erta muvaffaqiyatga uchrashi, 18 yoshda buni butun Markaziy Osiyo davlatlari taniydi. Ko'plab gastrol safarlariga taklif qilishadi, ammo o'sha davr san'atining yozilmagan qoidasi bor edi. Ya'ni tezroq turmushga chiqib, oilali bo'lmasa odamlar u haqidagi tasavvurlari yomon bo'ladi. Shu bois xonanda 18 yoshida ozarbayjonlik gitarachi Eldor Abdullayevga turmushga chiqadi. O'shanda shunaqa yoshda edimki, men uchun insonni juda yaxshi bilib bilmasligim 2-chi, 5-chi, 10-chi o'rinda edi. 18-19 yoshda u insonning kimligini, qandayligini o'ylaydigan aql idrokimiz bo'lmaydi. Bu inson senga bugun qanchalik kerak va bu insonning yonida o'zingni qanchalik baxtli his qilyapsan degan savollar birinchi o'rinda turadi. Menimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak. San'atga kirib borganim yaqinlarim orasida ham har xil munosabatlarga sabab bo'lgani uchun ham munosabatlar ba'zan shunchalik chuqurlashib borar ediki, haqiqatan juda ko'ngilni og'ritadigan darajaga kelardi. Oila qurishimga birinchi sabab turmush o'rtog'imga nisbatan yoshlikdagi mehr ko'nglim qo'yganim bo'lsa, ikkinchi sabab yaqinlarimni menga bo'lgan negativ munosabatiga chek qo'yish edi. Afsuski, Nasiba Abdullayevaning turmushi uzoqqa bormaydi. Nasiba Abdullayeva 20 yillik turmushidan ajrashadi. Nasiba Abdullayeva 1981-yil to'ng'ich o'g'li Anvarni, 6 yildan so'ng kichik o'g'li Akbarni dunyoga keltiradi. U o'sha paytda ham shaxsiy hayoti haqida gapirishni istamasdi. Shu kungacha 20 yillik turmushining buzilish sabablarini ham ochiqlamagan, deyiladi xabarda.